Assalomu alaykum. Pesочный shirinlikni yaxshi ko'ruvchilar, bu videoim aynan sizlar uchun bo'ladi. Ko'pincha shu shirinlikni pishirganingizda ustalari yorilib, ko'nglingizdagidek chiqmayotgan bo'lsa, bu videoimdan keyin 100% o'xshab chiqadi. Sizdan bittagina layk, mendan esa to'liq retsept. Videoni kuzatishda davom etamiz, birgalikda tayyorlaymiz. Xamirini boshlaymiz. 600 gramm unni ichiga 1 choy qoshiq to'ldirib, razrixritel solib, aralashtirib olib, xona haroratida yumshagan 200 gramm sariyog' yoki margarinni solib, yaxshilab kukun holiga keltirib olamiz. Men aynan sariyog' ishlatdim. Sariyog' bilan yana ham mazali chiqadi. Xamirimiz xuddi shunaqa ko'rinishga kelganidan keyin o'rtasini ochib, 3 dona tuxumni oq sarig'idan ajratib, xamir uchun sarig'ini qo'shamiz, oqini haliroq beze uchun ishlatamiz. 200 gramm qatiq qo'shdim. Qatiq yoki qaymoq qo'shsangiz ham bo'ladi. Hammasini yaxshilab aralashtirib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz shunaqa qo'lga yopishmaydigan, qattiq ham emas, yumshoq emas, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir bo'ladi. Buni tindirishimiz ham shart emas. Kichikroq zolachalarga bo'lib olamiz. Hammasini xuddi shunaqa yong'oqdan kattaroq zuvolachalarga bo'lib olamiz. Har bitta zuvolachamiz taxminan 40 grammdan chiqadi. Ustini salofan bilan yopib, xolodilnikka 15-20 minutga qo'yamiz. Miqdorida sariyog' bo'lgani uchun xamirimiz yumshayib, o'zidan yog' ajralib chiqmasligi uchun xolodilnikka qo'yamiz. Ungacha bezesini tayyorlaymiz. Boyaga ajratib qo'yilgan tuxum oqini xolodilnikdan olib, mikserlashni boshlaymiz. Sizda ham beze o'xshab chiqishi uchun birinchi mikserni past skorostidan boshlab mikserlab, keyin sekin-sekin ko'tarib, baland skorostda mikserlab, oppoq bo'lganidan keyin shakar solib, mikserlashni davom ettiramiz. Shakarni birdaniga sovormaymiz, kam-kamdan solamiz. Hammasi bo'lib 180 gramm shakarni kam-kamdan solib, mikserlashni davom ettiramiz. Shakar solganimizdan keyin ham yaxshilab yana mikserlaymiz. Shakarlari erib ketishi kerak. Idish ag'darganimizda beze ichidan tushib ketmagan holga kelganidan keyin bezemiz tayyor bo'ladi. Bezemiz tayyor. Endi zuvolachalarimizni xolodilnikdan olib, yoyishni boshlaymiz. Tingan xamirlarimiz birpasda yoyiladi. Shunaqa kichikroq, yupqaroq, dumaloq shaklda yoyib olib, ichiga beze solib tugib olamiz. Bezeni ham ko'p sovormaymiz, chunki bu hozir pishish jarayonida beze ishadi. Xamiri ustilari yorilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun juda ko'p solmasdan shunaqa chetlarini ham yaxshilab qattiq qilib bosib olamiz, ochilib ketmasligi uchun. Bu arada gaz duxovkamizni yoqib qizdirib qo'yamiz, chunki qizigan gaz duxovkasida pishiramiz. Hammasini xuddi shunaqa tayyorlab olganimizdan keyin listga terib olib, pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 150 gradusda 25-30 minut davomida pishirib olamiz. Bu shirinligimizni baland olovda pishirishga bo'lmaydi, sababi orasida beze bo'lgani uchun, bezesi yaxshi qotib olishi uchun 120 gradusdan 150 gradus oraligida pishirishimiz kerak. Shunda duxovkadan olganimizdan keyin bezesi erib qolmaydi. Rakushkalarimiz pishib chiqdi. Juda ham qizartirib pishirmadim. O'zi pesочный xamir bo'lgani uchun ham o'zi ham unaqa qip-qizil bo'lib qizarib pishmaydi. Shunaqa rangda bo'ladi. Ustilari qotgandan keyin duxovkadan ovuramiz. Soviganidan keyin ustilarini bezatishni boshlaymiz.
Soviganidan keyin shotka yordamida ustiga kamroq sug'shonni moloko, ya'ni quyultirilgan sutni surib, kokos qirindisiga botirib olamiz. Ustilarini o'zingiz xohishingizga qarab bezatib olishingizga bo'ladi. Yong'oq yoki yer yong'oq mag'zlari, shakar upasini sepsangiz ham bo'ladi. Men maydalangan xandon pista mag'zlari hamda qurigan malina, maydalangan malina bilan ham bezatdim. Xamirlari pesочniy og'izda erib ketadigan xamir bo'ladi. Ichidagi bezelari bilan yanayam mazali shirinlikka aylanadi. Ayniqsa, kremli pirojnilarni, shirinliklarni yoqtirmaydiganlar uchun tayyorlab bersangiz, ularga yoqishiga ishonaman. Shu retseptim asosida zakazlarga tayyorlashingizga ham bo'ladi. Bugungi videoyim sizga yoqqan bo'lsa, layk bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. Telegram kanalimga ham ulaning. Ссылкасini shu videoni oxirida описаниеda yozib qoldiraman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.